Haliyam dasturlashni qattiq o'rganayotgan deb o'ylab o'tiribsizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, dasturlashni o'rgatib ishga joylab qo'yadigan IT Akademiya haqida bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Oybek aka Uzinfocom kompaniyasida junior dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimiz Uzinfocomga ishga kirganlariga endigina 3 oy bo'libdi. Lekin shu qisqa fursat ichida senior dasturchilardan ko'plab bilimlarni o'rganishga ulguribdilar. Oybek akani dasturlash sohasiga kirib kelishlariga akalari sababchi bo'lgan ekanlar. Akalarni bu sohada katta yutuqlarga erishganliklarini ko'rib, o'zlari ham dasturchi bo'lishga qaror qilgan ekanlar. Oybek akadan dasturlashni o'rganishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, dasturlashni o'rganishni boshlaganimda boshda oddiy kodlarni yozishga ham ancha vaqt sarflardim. Notebugim ham eski bo'lgani sababli murakkab kodlarni yozishda ancha qiynalganman dedilar. Lekin qahramonimiz shu qiyinchiliklarga qaramay, o'zlarining ustilarida ishlab, hozir Uzinfocom kabi katta IT kompaniyada ishlab kelyaptilar. Oybek akadan dasturlashni o'rganib ish topishda qiynalmasligimiz uchun nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan 100 stajiya dasturlash kurslarida o'qishni tavsiya berdilar. O'sha kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlashni tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham 100 stajiya dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.